Если вы знаете русский язык, а почему работаете таксистом? Rus tilini bilmasangiz nega taksichilik qilib yuribsiz? Shuni so'rayapti. Rus tilini bilsam taksi qilaman. Birinchi joyda ishlayman-da. To'pay dengi-da, dengi. Rus tilini bilarkansiz ekan, nega meni chaqirdingiz? O'zimga kerakli so'zlar bilaman-da. Dengi-da, shaq-shaq. Dengi. Bu qiz menimcha spaga yoki klubga ketyapti. Yo, adashyapman, yaxshi qizga o'xshayapti. To'g'ri. Amaki, sigaretingiz yo'qmi? Yo'q. Xitoyliklar kelyapti deydi, rostdan ko'payib ketdilar, ha? Oxir baxayr bo'lsin-da, nima deysiz? Tushunmayapman-chi. Ni hao. Godi ming zeshodiyor. Aka, men xitoylik emasman, men koreysman. Alo, aka. Men keluvdim. Qayoqdasiz? Shu domla pastida turibman. Men u yoqqa chaqirganim yo'q. Chaqirgan joyimga keling-da. Ya, liftga mashina bilan sig'mayman, chiqolmayman lekin yoqqa. Chaqirgan joyimga keling, men bilmayman. Dastlabki qism bo'lar ekan. Jon aka iltimos. Yo'q, Aka, menga rahmingiz kelmasa ham xalqqa rahmingiz kelsin. nima qilish kerak? Kod borda aytib bering. Bugun Open budjetda oxirgi kuni 50 ming so'm qo'yilgan. 50 ming so'm bitta ovozga. Bugun Gentrem o'ynaladi. Gentre yutib olingizlar. Naryoqda 100 ming-ku. Mana aka. Hozir 100 ming so'm qildik. Endi ovoz berasizmi? Yo'q, baribir kam. Qanday ovozga qilsam? Mana. Kammi? Mana. Ha, nima unda? Bitta ovoz bering, men sizga 100 ming beraman. Open budjet keldi. Open budjet keldi. 100 ming so'mdan bo'ldi. 100 ming so'mdan bo'ldi. Bitta ovoz beringlar, Gentre yutib olinglar. Bitta ovoz beringlar, Gentre yutib olinglar. Iltimos. Taksi, Surxondaryogacha 5 ta ovoz, Qashqadaryogacha 4 ta ovoz, Samarqandgacha 3 ta ovoz bilan olib ketamiz. Pochtalarga bitta ovoz. Aka, bitta pochta bor edi. Bul, bitta ovozga olib tashlaymiz pochtadan. Men ovoz berib bo'lganman. Tur yo'qol berdan aka. Kim ketasi? Aka, Open budjetga ovoz bering. Bugun oxirgi kun. Har bitta ovozga 100 mingdan beryapmiz. Bugun Gentre ham o'ynaladi. Qiynalib ketdik. Har bitta ovoz 100 mingdan. Ha, Open budjet boshlangandan beri nechta ovoz yig'dingiz? shu 5 mingtacha bor. 5 mingtasi 100 mingdan 500 million. Aka, uni hisoblab ko'rdim-da. 5 mingta ovoz 100 mingdan 500 million bo'lyapti. Haligi Gentre bilan 650 million bo'lyapti. Shu pulga mahallalar o'zingizlar asfalt qilsanglar bo'lmaydimi? Bilat. Shuni o'ylab ko'rmabsiz-ku. Mashina zo'rdan aka, lekin buni mullaga borib o'qitib yuborish kerak. Temir pirlar degan narsa bor, bilasanmi? Har xil qizlarni mashinaga o'tirg'izdirmi, yurmay qolishi mumkin bu. Yo'q-a. Avariya bo'ldi. Ana. Mashinada qanaqadir neto ish qilganda bu. Sen ham har xil ish qilib yurma mashinada. Tindimasan, yur yordam beraylik. Ha, nima bo'ldi? Ko'rmayapsan? Avariya bo'ldingmi? Dami chiqib ketdi prosta. Qanaqa avariya? Itur bordingmi? Ha, pakroshka yirtildi prosta. Dami yo'q. Ha, tanish mullam bor. Nima qilamiz? Balon yama beramiz. Yo'q, o'qib qo'yam. Qayerga ekan? Chilonzorga. O'tiring. Ketdikmi? Har xil qizlarni mashinaga o'tirg'izdirmi, yurmay qolishi mumkin bu. Chilonzorda qayerga borasiz? Qatortolga. Tush yo'qol. Bola stipendiya tushdi. Yo'q, Nima qilamiz? Kiyinamiz, ovqatlanamiz. Ovqatlanamiz, ketdik. Biz bilan bormaysizmi? Yo, sizlar boraveringlar, men kvartirada kutib turaman. Ha, stipendiyang tushdi-ku. Kreditim bor-ku, kreditimga yechib ketdi. Pulim yo'q. Biz beramiz, yine. Qayerga boramiz? Darsam toza cho'zilib ketdi, bugun. Kontrga boraylik. Davay. Sizlar boravering, men kvartirada kutaman. Yur, nimaga bormayapsan? Pulim yo'q.
Bizaga xitrliging o'tmaydi. Ko'nglimizni erita olmaysan endi. Bot o'ldirib qo'ydim. Ey, senga bit o'lyapti. Maskini olayotganman. Sen kiyim olmaysan? Yo, sizlar kiyinaveringlar. Sizlar yangi kiyim olsalar men olganday bo'laman. Meni pulim yo'q-ku. Biz beramiz. Yo'q-a? Tanlab qo'ydim, mana shuni olamiz. Zo'r kiyimlar oldik. Endi qayerga ovqatlanishga boramiz? Shu ovqat puliga senga kiyim qildik hozir. Churarkanman-da. Mayli. Mana bola o'qishga tolgan, endi nima ish qilasizlar? Men Toshkentda qolib ishlayman. Men viloyatimga ketaman. Mana viloyatga ketaman. Men viloyatda ishlayman. Sizlar viloyatga kelsalar, meni kim boqib berdi? Meni ham olib ket bironta. Oy chol, sizga 30 yildan beri chidab yurganimga rahmat ayting, maylimi? O'zidan ajrashib ketishim kerak edi. Rahmat. Faqat oilamiz buzilmasin. Mana pullaring. Romana. Men Dadasi, uyga kirmasdan mana qari chollar bilan nima qo'tiribsiz bu yerda? Jim bor. Gazmi kelin? Sen jim o'tiray qari ichga. Nima deyapti? Jim. Oilam buzilmasin. Bolam olmang qancha ekan? 30 ming. Nima? 30 ming? O'zing narxing qo'yib olganmisan? Tushunmadim. Ayol kishiman deb xohlagan gapingizni gapiravermang. Nima, chirga olmang, menga 30 mingga sotmoqchimisan hozir? Oilam buzilmasin. Bugun choyxonani gaplashib qo'ygan, mazza qilib o'tiramiz kechgacha. Men kiyinib chiqay unda. Tezlash. Qaysi tarafdan gaplashding? Mana chiqdim. Dadasi. Qayoqqa? Choyxonaga dedim-ku. Ha, choyxonaga bormoqchi edik. Choyxonaga? Choyxonaga borguncha kafanliklaringga pul yig'laring. Bir oyog'ing yerda, bir oyog'ing go'rda hammangda. Qari quyilmaganlar, uyga kiring tez-tez. Kafanliging dedimi? Och! 30 yildan beri bu ilon bilan qanday yashayapsan? Yo, yeb qo'ygan joying bormi? Uy shuni nomida. Allo, aya? Men roza tutmoqchiman. Ro'zani 10-kunimi? Ha, bo'lmaydimi? Bo'ladi, tutaver. Xo'p. Ana roza tutganlar uchun suv yo'qmi? Tushundim. Allo, aya, vaqt o'tmayapti-ku. Biror kimga yordam ber, savob ish qil. Hayvonlarga ham yordam bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Allo, aya. Men baliqlarga yordam berdim. Nima qilib yordam berding? Magazinda hamma baliqlarni olib bitta amakiga berdim. U amaki hamma baliqlarni uyiga qaytarar ekan, daryoga. Aka, bu qancha? 300 ming. Ana roza tutganlarga skitka qilib bermaysizmi? Mayli qilib beramiz. Qancha skitka qilib beraylik? 28 ming pulim bor edi. Uyalmaysizlar roza oyi shunaqa ish qilishga. Aql o'rgatyapsan? Sen qonunning aql o'rgatmagan. Senga o'xshagan ba'zi bir insonlar uyalishi kerak. Ertalab saharxo'rlik qilib, shu bilan iftorgacha uxlaydigan. Shu roza tutishmi? Kim aytdi? Ayam aytdimi? Nimani? Abidgacha uxlaganimda.